Aka hushyor bo'ling, ehtiyot qiling, Ha, Sitoraxon tinchlimi? Tinchlik, imkonda zavod narxi aksiyasi 30-iyunga qadar davom etyapti. Shunga kamchiliklarim bor deb bosib o'ryapman Mardonbek. Buni tashlab mebellarni olib ketgani, kelinglar tezroq, ha? Sitora mebelami oldingizmi? Ha, Mardonbek mebellarga ham 10% bonus qilayotganiga bosib o'raverdim. Sitora siz ham eplab bo'lmayaptimi? Вообще eplab bo'lmayapti. Meni ham tanishtiring aksiya bilan. Yuring ichkariga ketib chiqaman. Mardonbek Artel 12 talik konditsionerini olsangiz, oyiga 671 mingdan bas, 604 ming so'mdan ekan. Yo'q. Mardonbek Artel xolodilnikni oladigan bo'lsangiz, oyiga 546 ming bas, 486 ming bo'ladi. Mardonbek magaziningizga mana muzlatgichni oladigan bo'lsangiz, oyiga 713 ming bas, 642 ming so'm. Bozorish kerak ekan. Sitora shunda yetkazish 150 ming, o'rnashish 400 ming xizmatlari bepulmi? Конечно, bepul Mardonbek. Ushbu aksiya Imkon savdo markazlarining barcha filiallarida amal qiladi. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga bog'laning.